Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbitiga xush keldingiz. Hozir men Shvetsariyaning Vali rayonidagi Verkoren deydigan tog'liq kentda. Mana ko'rganinglardek bu Kredi Midi, ya'ni 2336 metr egizlikda. Bugün hava vahim uçuq, yaxshi kun bo'ldi. Shunga kechrak bo'lsa-mu, cho'qqiga chiqib kitob o'qib beray dedim. Adette mushu teleferik bilan chiqamiz ustiga. Pastiksi kentimiz. O yoqqa sal turib mengib tushima. Chunki men o'qishni tamomlagan vaqtida teleferiklar to'xtab ketadi. Chiroyli tog' gulleri. O'sha yerdan bir yerda deb joylashay endi. Mon vélo à Kashgar. Non, c'est pas vrai. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans, j'ai été depuis Gilgit au Pakistan jusqu'à Kashgar à vélo. Wow, көдіңлармы Макси маңа азыр өзінің 20 жыл ilgari Qashqarga Gilgit арқылы велосипед bilan borganligini da'vatadi. Biraz mo'ngshayli bu kishi bilan, ha? Alors, dites-nous, il y a 20 ans, comment c'était les Ouïghours que vous avez rencontrés? Alors moi, quand je suis allé là-bas, je savais pas trop où je mettais les pieds. Hein. Oui. Je suis arrivé en vélo. Je savais qu'il y avait le Tadjikistan, celle qui est les Ouïghours qui habitaient là. Ouais. Et puis, enfin moi j'avais adoré à l'époque. Maintenant je crois que ça a un petit peu changé avec. Tout à fait, tout à fait. Ça a changé. Vous suivez un peu. Beaucoup changé. Ouais. Merci. Alors moi j'avais trouvé ça fantastique. Ouais. J'étais resté une semaine après à Kashgar. Kashgar. Après, j'étais rentré en bus. Ah ouais. Donc vous avez traversé la Chine ou bien vous êtes retourné à Pakistan? En bus, au Pakistan. Gilgit, ouais. Puis après, Gilgit. On avait juste un mois. Incroyable. Et c'est pendant ce voyage qu'on s'est rendu compte que ma femme était enceinte. Waouh. Donc votre enfant fille ou garçon? Garçon. Donc il a 20 ans. Il a 20 ans. Ah magnifique. C'est pour ça que je me rappelle l'âge. Magnifique. Bu kişinin ismi Lohanken. Bundan 20 yıl ilgari bizningki Qashqarga berib tikandik. Pakistanning Gilgit orqali velosiped bilan ayoli bilan shu yerga berib tikan. Ayoli shu yerda homildor bo'lib qaytib kelgandan keyin bir o'g'il tug'ibdi. O'g'li mana 20 yosh kiribdi.
D'accord. Vous avez compris. Tout à fait. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, ça me fait vraiment plaisir Vous de êtes vous sur rencontrer. Facebook? Je suis sur Facebook. Comme ça, je peux suivre. Bien sûr, Ouais, avec plaisir. c'est- Менің Facebook, YouTube каналдарымды сұрап атыды. Азыр деп берейін. Je tape quoi? Мана көріп атқаныңладек. Таярлық қылып атыды бұла ұшыдығанға. Чүнкі ма егізлік 2300 метр егізлік болғашқа, ана шиядын күшіп пәске түшіді. Бұл кішіге азыр түшендірдім. Тоба сен Пакистан арқылық Гилгиттен Қашқарға беріп декенсен, біздің мен оқып атқан бұл романдеки кішілер Қашқадан Гилгиттен өтіп, Мәккеге беріп, кейін шияды тұрып қалған. Дәпек айсын біраз сөзлеп әдім. Таярлық қылып атыды әмісі. Қандақ таярлық қылдығынны көрдіған болдыңла, мана. Мен ұшпаққан бір монитор білін, зәм ялғыз әміз. Acayip feyz o. Hakikaten kuştek erkin. Şundaq bir erkinlikni his qiladi kishi. Bizning ahvolimizni xeyli yaxshi biladi ekan bu. Thank you. Bon vol. Bye. Mana bir uçup ketdi. Bon vol, Laurent. Au revoir. À bientôt, si jamais. Magnifique. Wow. Bon vol. Au revoir, monsieur. Au revoir. Magnifique. Wow. Bu tasaddufiy uchrashishdan bakmi xursand bo'ldim. Meningcha, sizlar cho'qim xush bo'ldinglar. Bundan 20 yil ilgari Qashqarga berib Uyg'urlarni ko'rib kelgan biraylar bilan Shveysariyaning bir tog'liq kentidagi 2300 metr egizlikdagi cho'qqida tasaddufiy uchrashib qolish odamni haqiqatan xush qiladi. Uning ustiga o'qiyotgan romanim Sarson ruh, Otxon, Akbarlar Qashqardan chiqib, Gilgitlardan o'tib Makkaga kelgan. Acayip tasaddufiliklar bo'ldi, ha? Ma'qul. O'zim yolg'iz qoldim. To'la gap sotsam, beklam kash qolmay, chunki pastga men tushib ketaman. Ma'qul, amsa, romanni boshlayapmiz. 7-bob. G'oyib bo'lgan mashq. Güzellikning qudrati dunyoning hamma yerida o'xshash. Ayollar o'zidagi mana shu go'zallik bilan hamma yerda qudratlik bo'lishga tegishli. Lekin tangdoshsiz qudratga ega bu go'zallik ba'zida odamga baxtdan ko'ra baxtsizlikni, rohatdan ko'ra azobni, yo'riqlikdan ko'ra zulmatni ato qiladi. Hepsi haqiqatan chiroyli, lavan qiz edi. Uning mastona qarashlaridan, tatlı qiliqlaridan Akbarni chin yuragidan yoqtirib qolganligi chiqib turadi. Lekin hepsi o'zinimi, Akbarnimi baxtli qila olmaydiganligini zodila xiyoliga keltirmaydi. Chunki u o'z taqdirining xo'jasi emas edi. Balki ota-onasining qo'lidagi chiroyli buyum, e'tiborliq mol edi. Hepsi kunlarning birida bir damlik yang sodisi bilan kimlargadir setilib, azaldan ko'rib baxmagan birsining xotini yoki o'qili bo'lib ketishini xiyoliga keltirmaydi.
hazır onun vücudida hissiyat, aql idrakdan g'olib edi. Şuna başqa işlarni o'ylamaydi, o'ylashni xolamaydi. Onun xiyalicha muhabbat sharobidan mastxush bo'lgan bundaq kunlarda hepsidek nazokatlik, sahib jamal qizning baxtiga qara sanagan har qandaq odam bag'ri tosh, qo'pol, devidek maxluqqa aylanib ketadi. Akbar bu qitim kelganda qizga bir tiziq marvoyit mazanga sovg'a qildi. Hepsi uni xushalliq va xijillik ichida qo'liga elib, herismanlikka to'lgan ko'zlari bilan rahmat etdi. Ular kunda degidek yana quduq beshida, do'nglikning daldisida uchrashib turdi. Gerçi vaqt qisqa bo'lsa-mu, lekin bak shirin ham ma'nilik edi. Akbar uni bir kun ko'rmasa, ko'z oldi qorong'ulashgandek, zulmat ichida qolgandek his qiladi. Sevgiga, mehr, muhabbatga to'lgan kunlar uzargan seri qizning ruhi va jismi go'yo ixlosmand kishilarning sajdagohidek Akbarning hamisha tavob qilishini istaydigan tavobgohga aylangan edi. Akbar bugun tushdan keyinla ko'k taxayni o'tqa qo'yib etib, do'nglikda hapsining yo'liga qarab yotdi. Chunki 3 kundan beri uni uchirtolmay qattiq betoqat bo'lgan edi. Havo issiq edi. Butun yer quyosh taftida ho'pildab qizib ketgan edi. Yurtni o'rab turgan qaqas cho'llikdan ko'tarilgan sarab yiroqdan qaragan kishiga xuddi bepoyon dalada kuvajab do'lqillab iqiyotgan o't daryosida ko'rinadi. Akbarni yurakida kuyayotgan ishq o'ti bilan beshi ustida yelinjab turgan quyosh tafti birlashib kavobdek qizdirayotgan edi. Lekin u buningga parvo qilmaydi. Go'yo vujudi cheksiz kuch-quvvatga to'lgandek, ruhi yuksaklikka intilib urg'ib turgandek, shundoq jo'shqin ham tetik edi. Sevgi to'lgan qalbidan ajoyib yalqinliq bir nido ko'tarilib, bu go'zal xilvat vodining hamma buning pishqoqlargacha taraydi. Bu yer insonlarning tunji muhabbati boshlangan muqaddas zamin emasmi? Odam ota bilan havo ana mushu zamin, mushu tuproqda juplashdi. Ularning pok va o'tliq muhabbatidan odamzod paydo bo'ldi. Ular dunyoga go'zallik, obodlik, mehr muhabbat ilib keldi. Mening tunji muhabbatim mana shu muqaddas zaminda boshlandi. Shunga u ona sutidek pok, mushu tuproqdek issiq. Men mushu muborak zaminda hepsi bilan juplashib, go'zal kelajak yoritdim. Mana shundoq kuch va aqida bilan ruhlangan Akbar issiqqa, ussuzlikqa va yomon ko'zlarning zaharxanda nigohlariga parvo qilmay, ko'zini atdigandan beri yo'ldan uzmaydi. Nazarini hapsa keladigan yo'lga tikib, majnunlarcha kutib o'tadi. Ikkital yog'och bilan soyvan qilib olgan ko'ngliki uning beshini kunning qiziq taftidan to'sib turadi. Akbar pat-pat yenidagi suvdandan isib qolgan ilman suvni o'tlab, tashnaligini besib turadi. Akbar ko'z oldida dalib yotgan tüp-tüz cho'l dalining qap o'ttirsida xuddi bir sehri kuch bilan paydo bo'lib qolganda ko'rindigan yurt mahallarga qarab, o'zining 2 oydan beri yipsiz bog'lanib, buovat yurtning faxri puhrasi bo'lib qolganligini esladi. Yurt xalqi uni haqiqatan yaxshi ko'rib qolgan edi. Nagi barmusun sadda oq ko'ngil dehqonlar uni hurmatlaydi, topqinini billa yeydi. Ulardan hech narsasini oyimidi. Mollarini baho talashmay sotdi. Puli yo'qlarga nesi berdi. Ular nemini talab qilsa, shuni Makka, Jiddalardan erinmay akilib berdi. Akbarning bu yurtda kirmagan uyi, orlamagan mahallasi qolmadi. Bu yerda bog'jonlab o'sib ketgan xorma
boncalıqlarını görüp yurtidagi salqin havoliq daraxtzorliqlarni eslab ketdi. Neçə yeriga soqma qo'yilgan 7-8 pahishlik anjan tamliq qo'riqlarni ko'rib, yurtidagi shirin shakar mevalik bog'varallarni o'ylab ketdi. Gerçi bu yerdagi dehqonlarning tili, rangi, ruhi o'xshashmisimi, lekin ularmi yurtdagi dehqonlarga o'xshash sodda, yavaş, kashtalay edi. Mushu dehqonlar bilan bir umr yashab kelishga Akbar razı edi. Chunki hepsi tug'ilib o'sgan bu yurt onunğa ona yurtidek söyümlük ve yaqinlik tuyuladi. Quyosh g'arbga qayrilgan bo'lsa-mu, lekin uning tapti yanmagan edi. Akbarning badani kuyib, chimildashga boshladi. Sudandagi suvmi bargan sari isib, tashnaligini bosolmaydigan bo'lib qolgan edi. Issiqdan, ussuzlikdan bearam bo'lgan Akbarning ko'z oldiga ixtiyorsiz yezda o'ynab o'tgan kunlar keldi. Mana ikki tarafi jigida va ziriq chatqonlari bilan qoplangan salqin yezi yo'li. Jigda shoxlari orasidan bo'storg'ay, to'mochuq, vinjilgan qarqushqashlarning yiqimliq sayrashlari anglanib turadi. O'ng tarafdagi kichik o'stangning guldirmisidan qizg'uch layq suvning bujg'un chachirtib sharqirgan ovoz keladi. O yerda qip-yalang'och yezi bolalarining ba'zisi cho'milib, sakrashib o'ynamoqda. Ba'zisi yo'l bo'yidagi ashma qum ustida o'zini oftobga qaqlab yotmoqda. Bularni ko'rib, Akbarning suv cho'milgisi keldi. O o'stang bo'yiga kelib, kiyimlarini yerim yarti selibla guldirmiga sakirdi. Vah! Neme degan rahat, neme degan huzur, ha? Akbar ko'zlarini yumib, ashu g'oyibona huzur halovatning uzoqroq davom qilishini o'ylab, birpas jimmida turib oldi. Shu chaqda kutilmagan bir vahima uningga yaqinlashib qolgan edi. Uch yigit orq-orqadan yo'porilib kelib, xuddi topqa etilgan quzg'undak Akbarni chin bosmoqli bo'ldi. Kimni saqlab yetyapsan? Makonsiz kelgindi, dedi yigitlarning birisi masxara aralash zardi bilan. Yana birisi darhol uning lo'qni soldi. Habzining oshqi nishtiqi. O'limtik. Qizlarni ozdirib, nashoyon ishlarni qilish shariatda gunohi kabir bo'ladiganligini bilmamsan? Bu zinaxo'rni ilib meningla, dedi uchinchi yigit jiddiy talaffuz bilan. Zinaxo'rlikning qandoq bo'ladiganligini bilib qolsin. Ikki yigit Akbarni so'rab quduq beshiga akeldi. U yerda bir tub arak daraxti bor edi. Ular uning dumbisini daraxtga chaplab o'ri turg'izdi va chega org'amchi bilan oylandirib daraxtga bog'ladi. Sen gunohingni bilamsan, dedi yigitlarning orasidagi bastlik, kichik choshliq birsi Akbarning oldiga davaylab kelib. Sen chiroyliqcha so'd setqingni qilmay, nima uchun bu pok tuproqda shariatga qarshi nashoyon ishlarni qilasan? Men hech qanday nashoyon ishlarni qilganim yo'q, dedi Akbar qat'iylik bilan. Alloh guvoh, men pok. Rasid bo'lgan qiz bilan ko'rishish nomahramlik emasmi? dedi herqi kichik choch yigit. Sen hepsining beshini aylandirib, mushu quduq beshida xufiyani ko'rishding. Bugun shuni saqlab yotding. Bu cho'ng gunoh bo'lmay nima? Akbar bog'loqdan bo'shanmoqchi bo'lgandek yulqinib turib varqiradi. Yo'q. Buning nemisi gunoh? Men hepsini o'z singlimdek yaxshi ko'raman. Biz odatkichini ko'rishdik. Sen o'limga loyiq, deb varqiradi. Yana bir yigit qo'lidagi yo'g'on chalmani Akbarga g'azab bilan etib. Shariatning hukmi shu. Sana o'xshash
fasık zinaxorlar çalma kesak qılınış kerak. Itinglar, uni çalma kesak qilib o'ldiraylik. Shu gap bilan tang ular 10 necha qadam orqaga chekinib, atrofda chechilib yotgan tosh chalmalarni yig'ib, bas-bas bilan Akbarga yetishga boshladi. Kuchlik, bejirim yigitlarning otgan tosh kesaklari xuddi o'qyodek vijildab kelib, Akbarning bosh ko'zlariga tegishga boshladi. Birdamdala uning yuz ko'zlari yorlanib, ishib, badanlari ko'kirib ketdi. Akbar jon ochchig'ida Xudoga nol qilgandek varqirashga boshladi. Meni qutuldiringlar. Men uval bo'ldi. Men zinaxor emas. Men gunoh qilmadim. Akbarning nol faryodiga hech kim quloq solmadi. Uning miskin ovozi issiqdan o'pildab turgan pinhon cho'l qo'yniga singib ketdi. Bundaq mudhish ishlarni o'yin qatorida ko'rib odatlanib ketgan nodon talvi yigitlar xuddi mushku o'yin chashqonga qiyin degandek Akbarning azob ichida to'lg'inayotganligidan rohatlanib kulib, tosh chalmalarni texamo shiddat bilan etishga boshladi. Akbarning ko'ziga qorong'ulik tiqildi. Shu qorong'uchilik ichida u o'zini go'yo to'vi yo'q hanga mutlaqlab tushib ketayotgandek, turibla beshi qattiq bir narsaga tegib, sirqirab og'rigandek. Tushib ketayotgan qorong'u bo'shliq borgan sari torlashib, uning butun badanini zulmatli bir narsa qattiq siqib qiynayotgandek, yiqimsiz, qo'rqinchli bir tuyg'u ichida sezdi. Bu tuyg'u Akbarning qardan chiqishga boshlagan nervlarga nihoyat ojiz signallarni yetkazib, Akbarni o'lim vahimasiga selib qo'ydi. O'lim degan shumidi? U mutlaqlab tushib ketayotgan tuvisiz qorong'u bo'shliq, go'ri, lahat o'xshamamdi. Akbarning badanlarini og'irtib, jinini qoqishtirayotgani Azroilning qo'li ekanda. Vay Xudoyim ay, u mushundoq nam nishonsizli o'lib ketamdi. Akbarning qalbidagi pok, yolqinliq muhabbatchi. Bu muhabbatning kuchi uni bir emas, bir necha o'limdanmi saqlashga yetadi. Odam oti bilan Havo aniqini. Ular bu dunyoga sevgi muhabbatning urug'ini chechib qo'yib, o'zlari naga ketdi. Akbar bilan Habsa shu sevgi muhabbatdan to'ralgan yangi avlodlar emasmi? Ular nima uchun o'z avlodlarini bundoq jaholatdan, bundoq shafqatsiz azobdan qo'g'dab qolmaydi? Yo'q, men o'lmayman, men yashayman. Akbar go'yo yiliqi tuvsiz qorong'u zulmat ichida chaqnab turgan kichikgina bir nur yorug'likni ko'rgandek ruhlanib, azob ichida ingrashga boshladi. Meni tortib elinglar. Men bu yerda turmayman. Dada, Habsa. Shu chaqda Akbarga tegayotgan tosh kesaklar tuyuqsiz to'xtab qoldi. Akbar ig'irlashgan beshini sal ko'tardi. Yerilib, ishib, qon uyutmalari ketib qolgan qopqini tasdi midirlatib, ko'zini yerim yarti ichib qarab edi. Bütün bedeni bilan o'zini to'sib qolgan, bütün bedeni bilan o'zini to'sib qalqon bo'lib turgan mardona bir gavdani ko'rdi. Bu İbn Asakir edi. Bovay o'ziga tegayotgan chalma kesaklarni qo'llari bilan arvon sarmon to'sib varqiraydi. To'xtanglar bolalarim, to'xtanglar. Beguna odamga zulm qilmanglar. O'zinglarga hay beringlar. Kim uni beguna deydi? Dedi heliqi gijik chosh yigit qo'lidagi singa mushdek chalmani etishga tamshilib. U zinoxorlik qilib yurtimizni bulg'idi. U o'limga loyiq. Siz ner turing bova? Bu orliqda quduq beshiga yiroq yaqindan odamlar yig'ilishga boshlagan edi. Asakir bovay
uğruq, amma mehribon gavdasi bilan Akbarga etilayotgan tosh çalmalarni to'sgan holda kishilarga qarab so'zlamoqda edi. Jamoat, bu bala bizning diniy qarindishimiz. Xorij bo'lg'ashqa bizning shariat ahkomlarimizdan xabari yo'q. Shunga bundaq chalma kesak qilib o'ltirsak, uval bo'ladi. Heliqi 3 yigit o'zlarining ishini rast qilish uchun tushdan varqirashga başladı. Neymiş uval bo'ladi? U degan zinaxo'r. Xorij bo'lsa nim bo'pti? Shariat qonuni hammaga o'xshash. Zinaxo'rni chalma kesak qilish haq. Ular alıtağıl varqirashlari besiqish bilan Akbarning zaif amma ishonchga, samimiyatga to'lgan ovozi asta ko'tarildi. Men zinaxo'r emas qarindoshlar. Ulug' Qur'on Karimning nomi bilan qasam ichmanki, men zodala zinaxo'rlik qilmadim. Ustimizda Alloh guvoh. Manga ishoninglar. Men uning zina qilmaganligiga qodir Alloh oldida kepil bo'laman, dedi Asakir bobay ikki qo'lini osmonga ko'tarib turib. Jamoat arasida g'ulg'uli paydo bo'ldi. Bu yerga to'plangan kishilarning hammasi degidek Asakir bobayni hurmat qiladi. Akbarni bo'lsa yaxshi ko'radi. Ular bir necha oylik ilm berim jarayonida Akbarning labzi halol, ko'ngli oq, tili durust yigit ekanligini ko'rib yetgan edi. Hozir ular o'tirsadiki, mana shu ruhiy yaqinlik bilan bir-biriga bog'langan nozik dil rishtasi o'z kuchini ko'rsatdi. Uning ustiga Ibn Asakirdak umrida nurg'un xolis va xosiyatli ishlarni ko'p qilib, yurtda yaxshi nomi chiqqan mo'tabar odamning Alloh nomi bilan uningga kepil bo'lishi jamoatning Akbarga nisbatan texmi cho'nqur hissdoshligini qo'zg'adi. Bu yerdan haqqoniy sadolar ko'tarildi. Zinaxo'rlikning dalili qani? Uni nohaq jazolamayli. Qisos qaytidi. Jamoatning kayfiyatidagi bu jiddiy o'zgarish Akbarni tosh bo'ron qilib ujuq turib etmoqchi bo'lgan heliqi 3 yigitning birdalla hayvasini sundirib qo'ydi. Ular amalsiz qo'llaridagi tosh chalmalarni yer tashlab firchatga chiqdi. Bu 3 yigit mushu yurtdagi nochiban boshlar edi. Tamning muquluqi bor degandek, Akbar bilan hapsining uchirishi har qancha maxfiy bo'lsa-mu, vaqt uzargan sari kishilarning ko'zidan qochib qutula olmadi. Ularning pak so'ygiga to'lgan samimiy durust uchirishlari shariat ahkomlariga sodiq bu nodon kishilarning nazarida hamon nashoyon ishlar qatorida sanali berdi. Vaqtning o'tishi bilan bu xil mishmishlar kuchayib, oxirida qo'rqinchli so'z cho'chakka aylanib ketdi. Buningdan xabar topgan hapsining ota-onasi qiziga qattiq koyidi va tuyuqsizla uni uyga band qilib qo'ydi. Yosh qiz bundaq shafqatsiz zarbiga bardoshlik bera olmay, uyqudan ishtihodin qilib, og'rib yetib qoldi. Hapsining akisi sirtdagi apqashli gaplarni anglab, ko'ngliga boshqacha planni pukdi. Uning qarashicha hamma gunoh Akbarda edi. Akbar bu yerda paydo bo'lmagan bo'lsa, azaldan tinch, xotirjam yashab kelayotgan bu oila hargizmi bundaq bema'ni so'z cho'chakning nishoni bo'lib qolmaydi. Shunga u shariat qonuni bo'yicha Akbarni jazolab, yurt xalqi oldida oilasining va singlisining nom obro'yini qo'g'dab qolmoqchi bo'ldi. Lekin bu ishda u o'zi o'ttirga chiqmay, mahallasidagi heliqi 3 nochini ishga solgan edi. Ular Akbarni zinaxo'r deb davron selib, chalma kesak qilib o'ltiribsa, bu ish shariat yo'lida hech qanday so'riq bo'lmay, besiqib ketishi mumkin edi. Texi bu 3 nochining ikkisi xelidan beri hapsiga yoshirincha qanot so'rab kelayotgan bozchilar edi.
Şoňa ular özlerige mänevi raqib bolup qalgan Ekberni derhal közden yoqtup, rasa bir puhadyn çıkmakçı bolgan edi. Quduq beşideki gowga ahir besikdi. Kişiler bir-birlep tarqydy. Heliqi 3 yigitmi döňniň arqysyga ötüp közden gaýyp boldy. Asakir boway Ekberni daraxtdan avaylap ýeşdi. Bağlaqdan boşangan Ekber öýrü turalmady. Putlary püklüşüp, bütün bedeni cansız tendek lakaslap qalgan edi. Tayak zärbisinden köre qagjyrak ussuzluk bilen içige ötüp ketken ateş ıssyqmy onu bütünley halydan ketkizgen edi. Boway onu quduq beşide yatqozdy. Andın çelek bilen quduqdan su tartıp, onun baş közüge arqadan bir neçe qitim çeleklep su çaşdy. Ekberning zähimlengen halsız teni muzdek soğuk suda endik rahatlandy. Tayak zärbidin zıngıldap ağırıp atkan yarlarımı xuddi pak quduq suyida şifa tapqandek asta pasip qaldy. Boway ämdi yana bir qitim su tartıp, aval Ekberning taşnalygyny qandyrdy. Ondan quduqning töven tarapideki bir töp hormy saýysida çevin qorup yatkan köktähäýni sugardy. Ekber ämdi selpel oşuğa keldi. Arqadan çoňqur tartıp, içideki dertlerini sırtqı çıkargandek yenik nefes aldı. Közüni qiya içip asmanga qaradı. Şundak süzük, zänger asman deslep onun közüge simavi perdedek xira bozamtul köründü. O yer bu yerlerde leylep yürgen appak bulutlarmı birdem adamның, birdem hayvanның galite kıyafetlerindek özgürüşçan haletlerde körünüp ketdi. Fakat Asakir bowayning yerek ıssyk qoly peşanysige tekken edi. Ekber xiyali sezimden qaytyp bowayning özüge telmirip durgan tonuş çyraýyny enik gördü. Sen yana qaramlyk qıpsan emasmy oğlum? Dedi boway Ekberning baş közüdeki kan dağlarını tazlap durup. Xudaga şükür, helimi çoğ palaketden aman qaldyň. Men bu işni bilgen, yürükim tuygan oğlum. Dervaqa Ekber bugün etdigen ötäňden çıkıp ketkendela, Asakir bowayning köňlige bir vesves düşken edi. O dastlab bu vesvesining Ekberge münasibetlik ikenligini his qilmadi. Faqat peşin namazını okup bolup, elang-silang uyqulukda körgen bir bisharatlik düşdün kiyilla onun köňlige Ekber toğrusida ensizlik düşdi. Nemi üçündür yürekki 2-3 qitim qattiq öýdi. Özüningmi ötäňde turgusy kelmey qaldy. Ahir qandaqdy bir gaýybany güçniň tartışy bilen Wadi Fatimege qarap maňdy. Boway yurtga yaqinlaşganda jirahdalla quduq beşideki malametlerini xira-xira körüpla etdigenden beriki ensiz tuygusynyň özüni aldymagalygyny bilip quduq beşiге qarap özüni atgan edi. Ekber heli hoşuğa kelgen bolsumu, lekin eşekde olturalmaydı. Putqoly tehi özüge boysunmaydı. Şoňa boway onu nahaýyt täslikde kök tähäýge tagarçylap atdy. Egisi atylganlygyny sezgen eşek häýdimisimu özüge tonuş bolup ketken yol bilen Asakir öteňe tarapga qarap maňdy. Ekber anda munda enjiqlaýdy. Qoly bilen puty eşekniň iki tarapyda xuddi elan güçdek saňgylap polaňlaşyp turatdy. Bäzide o beşini kötürmekçi bolup küçäýdi. Lekin iş eğirlaşkan beşi yana gildiňe düşüp ketetdi. O ämdi kim bilendir soquşmakçydek injiq aralaş godraşqy başyldy. Namertle. Noç bolsaň
birga bir chiqmamsan. Chidamas xumsılar. Bizning muhabbetimizni ko'ralmiding, chidashmiding? Hepsi mening. Men uni so'yiman. Chidamasang yuraklaringga o't kessin, ilohim. Akbar shu gaplardan keyin kuchab turib beshini salpal ko'tardi. Ko'zini ichib yiroqda qolgan mahallalarga, heliqi quduq beshidagi do'nglikka kimnidir izlamoqchi bo'lgandek sangrab qaradi. Lekin uning ko'ziga hamma narsa xira, grimsan, qizg'ish ko'rindi. Shu xira shiralik ichida u boya o'z bog'langan heliqi aroq daraxtini xeyli aniq ko'rdi. Burun uning ko'ziga bakmi issiq, yaqinlik ko'rinadigan bu daraxtning qadaqshigan shox putoqlari hozir go'yo olbastining qo'llaridek surlik ko'rinib ketdi. Shu chaq Akbarning xiyoliga tuyuqsiz bir naqsh kelib qoldi. Bu naqshini u bola chaqlarda mahallasidagi sho'x yigitlardan anglab ko'ngliga xotirlab olgan edi. Akbar xiragay ovozda xingshib shu naqshni aytishga boshladi. Men yar uchun tayoq yedim 1600, yana yesam shuncha yaman yarim qara ko'z. Akbar naqshni aytib bo'lib miyiqida kulib qo'ydi. Tuyuqsiz xiyolga kelgan bu naqsha go'yo shifoliq mehrigiyoh suyidek uning azar yegan ko'ngliga tasalli, zaxmi yegan jismiga malham bo'ldi. Asakir bovay uning o'z ona tilida nima deb g'idingshiganligini bilmadi. Ko'nglida bo'lsa fojialik oqibatlar to'g'risida Akbarni burunroq ogohlantirib qo'ymaganligidan afsus chekib ketib boradi. Hozircha shunchalik o'qib beray, chunki telefonimning batareyasi tugab qoldi. Sal turib yana qo'shib o'qib beraman. Ikkinchi. Akbar 2 haftadan beri jiddidagi do'konini ichib o'ltirdi. Uning o'zi jiddida bo'lsa-mu, lekin ko'ngli yanala Vadi Fatimada edi. U hapsini zodila unutay olmadi. Hapsa hamisha uning ko'z o'ngida suratdek qetib turardi. Akbar yuragida uyg'ongan tunji muhabbatning yolqinliq o'ti va majnunlik qalbi bilan hapsini yoqtirib qolgan edi. Qiyandek bösüp kelgen bu hissiyat özünün g'oyibona, shafqatsiz qo'llari bilan Akbarning har bir hujayra, har bir nerv talalarini titirtib, uning vujudida bir xil yoshurun, lazzatlik söygü tuyg'usini qo'zg'atgan edi. Akbar o'tganki ishlarni o'ylab, yegan tayoqlarini aslasa, yuragi ichishib, vujudi larsiga keladi. O'zini qattiq xo'rliqqa, haqoratga qolgan odamlardek bechora his qiladi. Lekin buni yana hozir va burun o'qigan adabiy, she'riy kitoblardagi mazmunlarga bog'lab, bu muhabbatning mushaqqati, xuddi bahorda kelgan judundek so'ygi rohati bilan birga kelgan mushaqqat, buningga chidash kerak, buningga chidamaslik oshiqlar ahli uchun nomus deb o'z-o'ziga tasalli beradi. Akbar hapsining yolg'izlikda nima ko'ylarga qolganligini, o'zining tuyuqsiz yo'qab ketganligidan qanchalik azob va seg'inish ichida puchilnayotganligini o'ylab, texmi bearamlik cho'mdi. U mushundaq jiddiy paytda hapsiga yantayoq bo'lib, dardiga hamdam bo'lolmaganligidan o'ziga qattiq koyidi. Boshqa kun tushganda o'zini daldiga elib qochoqlik qilish haqiqiy oshiq ma'shuqlarning ishi emas edi. Buni kitoblarda vafosizlik, nomardlik deb qattiq ayblaydi. Mana shularni o'ylagan Akbar darhol hozirlik qilib, bir necha kun ichida Vadi Fatimaga berish qaroriga keldi. Akbar bir yashik charchin mol bilan bir mishkab kiyim-kechak tayyorladi.
Tonuşlar arqılıq uquşub Vadi Patimədən tavuz, köktat toşuydigan bir qar maşinini 5 realga sözüşüb, ətigəndə yolga çıxmaqçı boldu. Lekin şu keçisi ciddide qattiq yağmur yığıb, tar koçalarda su östəndək ləpbənşib eqişqə başladı. Bəzi lay kesək öylər öyrülüb düşdü. Əkbər sözləşkən heliqi qar maşinimi yolga çıxalmadı. Əkbər yeni dokunada olturup qaldı. Kütülmegende yağmur apiti bilen təng onun sodisi yürüşüp getdi. 1-2 yıldan beri dokunada beslip qalğan popayka, tor iştan, tor romal, ayaq degende kiyim keçekler bilen her xil kündülük buyumlarının qattiq bazarı çıkıp, dokan quruqdulay dep qaldı. 10 güngiçe Ciddi'nin koça rəstələrdə hölçilik, patqaqçılıq boldu. Onundan keyin hava içilip, adamni dimiqtirdigan issiq yana başlandı. Yollardaki patqaqlar qurup, uyul-uyul dangallarga aylanıp ketdi. Əkbər bugün düşküçe dokanını rətlab, Vadi Patiməyə aparadigan mallarını qaçıladı. Düşdün keyin maşını uquşuş üçün birsini saqlab o'tirib edi, dokanğa 2 adam kelip qaldı. Onun birisi Əkbərgə tonuşluq bolğan Muşu bazarının soda dəllili Öbəy edi. Yani birisi xapanbaş, kök göz, axsıyrıq gəlgən o'ttir yaşlardaki bir çəttəllik edi. Bu kişi Almanlıq, yani Germaniyelik sodiger Henry Hockman boludu. Dep tonuşturdu Öbəy yenidiki həmrahini. Yemen'nin Aden şəhərində şirket içip ticaret qıptiken. Yaqında Adenlikler İngilizlar bilen çet elliklerini qoğlap çıqırıp, bu adamның şirketimi vayran bolup ketipdi. Hazır qolada bir az mal bar eken, sana tonuşturup qo'yay dep əkeldim. Yaxşı boptu Öbəy aka, dedi Əkbər o'rnidan turib ve çet ellik bilen qayta görüşüp, dokanның içideki o'rindiq təklif qildi. Hazır mallarım axırlışıp qalğan edi. Kelişip qalsaq, az tolu mal alarman. Əkbər mehmanlarga dəsləb pinni selib, xuşburaq çay dəmlədi. 10 qədəm yerdeki navayxanadan issiq qatlımından əkeldi. Andın uduludaki meyve dokunağı berib, bir sapaq banan bilen bir yağlıq aplesin əkilib, ularның aldığı qoydu. Bunda qızğın, xuşpeyil muamiledin Henry'nin gül qaqaları içilip ketdi. O, Əkbərdək səmimi, qolu uçuq bir xeyridarını tapqallıqıdın xoşal edi. Ular xeyli uzaq paranlaşıp olturdu. Henry özünün qoladaki mallarının tizimini, bahasını körsetdi. Bu mallar Əkbərinin dokunağı bap geletdi. Bahası mı öyrəməz edi. Şundaq bolsumu Əkbər bazarının kasatlığını, mallarının beslip qelivatqanlığını bahane qilib, bahada yanımı etibar qilishini talab qildi. Əkbər Henry'nin közüge issiq görünüp qalğanlıqdan mı, iş qilib onu razı qılıdığanlığını bildirdi. Ular qaytadigan çağda Əkbər Henry'nin beşiğe gül çekip işlengen nahayeti nəpis aq yepək dopudun birini kiydirip qoydu. O əynek qarab nemisçe bir nimələrini dep texim xoşal bolup getdi. Əmisə mehmanxanaga berin, dedi o xoşlaşıdığan çağda adresini berip. Mən sizni şu yerde kütümən, qalğan gapni malını görgəndin keyin deyişəyli. Əkbər ətsla Henry'ni istəb ciddideki çət əlliklər düşüdüğən katta mehmanxanaga bardı. Henry rastınla onu kütüp olturğan edi. Henry Əkbərinin aldığımı öz yurtunun esil peçene, şokolad ve kalbasalarını tizdi. Lekin Əkbər halal haram degen aqida boyunca istakandaki çaydan başqa heç nərsig eğiz təgmedi. Henry zorlığanda qorsqum toq dep turib aldı. Onundan keyin Henry'mi artıqca təkəllüb qilmedi. Çaydan keyin o mallarının əvrişkisini körsetdi. Əkbərgə mallarının həmmisi yaradı. Bolupmu tömürdə işlənген qayıtça, piçaq, qalamturaş degəndək nərsələr hünər sənətdə vayığı yetkizilib, şundaq nəpis və puxta işləngen idi. Henry ən tövən bolğanda 10 000 reallıq top mal satatdı və pulni nəq alatdı.
Lekin bugun u Akbarning kichik dukandarligini ham uning odamgarchiligini nazarda tutib, to'pmal bahosida 5000 riyallik charchin malni nesiga berdi va "Men sizga ishondim. Bu mallarni apirib satgandan keyin pulini bering", dedi. Akbar uning mard va samimiyligidan ta'sirlanib ketdi. Shunga 2000 riyalni oldin berib, qolganiga hujjat yozib berdi. Akbar qaytadigan chaqda Henry uningga Germaniyaning esil xurum oyig'idan birini kiydirib, do'stlik mehrini yetkazdi. Akbar endi eng esil, eng keraklik mallarni elib, Vadi Patimaga bora olaydi. Shunga u bugun bakmi xo'shal ham ruhliq edi. Agar qanoti bo'lgan bo'lsa, hozirla mush mallarni yudib, Vadi Patimaga qarab uchib ketgan bo'ladi. 3. Har qanday odamning vujudida o'zining turmushini, hayotlik yo'lini nurlantirib turadigan bir aqida bo'ladi. Akbarning aqidasi habsi edi. Qiz go'yo bir tar nurliq mayakdek Akbarning turmushini, yo'lini, hatto qalbini yo'ritib turadi. U ashu mayaqqa agishib, hayot safarining eng mushkul do'qal agimlariga qarab ketyapti. Akbar o'ltirgan kona yuk mashinasi to'la silkinib, jalaqshib, uning madarini uzibatdi. Shundaqdimi Akbar ko'zini Vadi Patima tarafdan o'zmay, habsi bilan ko'rishish xushalligida hamma narsani unutgan edi. Lekin o'tganki ko'ngilsiz ishlarni aslaganda baxt va baxtsizlik, umid va umidsizlik, xushallik va qo'rqinch tuyg'ulari uni bardammo aram toptirmay, beqarorlik dengizida uyan-buyan chayqaydi. Mashina tushdan keyin manzilga yetdi. Akbar mahallaga kirib, Asima ismli yolg'iz momayning eshigi oldida mollarini tushirib oldi. U burunmi qattiq quruq narsalarni mushu momayning uyida qo'yib, uning bilan obdan chiqishib qolgan edi. "Yo'qab ketding-ku bolam", dedi Asima Akbarga ussizlik berib edi. "Mahalladagilar sana kunib qopti-ken, gapingni qilishdiq." "Do'kondagi ishlar tugumay hayollashib qoldim", dedi Akbar va bir narsaga taqozo bo'lgandek o'ltira olmay qoldi. "Sen bir oz demingni elib o'ltirib tur bolam", dedi Asma momay o'rnidan turib. "Men bir oz yangi ko'ktat akirib, sana tamoq qilib beray." "Bo'ldi moma, avar bo'lma, qo'rsqim to'q", dedi Akbar va sirtqa chiqmoqchi bo'lib o'rnidan turdi. "Men mahallalarni aylanib kiray, seg'inib qoldim." Asima momay Akbarning ko'nglidagini bildi. Hepsi bilen ikisinin o'rtasida chiqqan so'z cho'chaklarini u mu anglagan edi. Sen bugun sirtqa chiqma bolam", dedi Asima ko'ngli buzilganda qiyofatda. "Mush yerda turib tur. Savdo qiladiganlarni men boshlab kiraman." "Nemishqa moma?" dedi Akbar taajjub bilan. "Sirtqa chiqsam nemishqa bo'lmaydi?" Momay tanqisliqda qoldi. Rost gapni qilay desa, yosh yigitning ko'ngli qattiq azor yeydi. Qilmay desa, uni sirtqa chiqishdan to'sib qolg'ili bo'lmaydi. Uning ustiga sirtqa chiqsala, bu ish oshkora bo'ladi. Xudo, taqdirning qismatlari nima degan g'alita ha? Yo burun emas, yo keyin emas. Momay oxiri gapni ochiq qilib, Akbarni haqiqiy ahvoldan xabardor qilmoqchi bo'ldi. Bu orliqda Akbarning yuragi bir narsani tuyg'andek, ko'ngli dakki-duk ichida qolgan edi. "Moma, zodi nemish bo'ldi?" dedi u mu taqozo bo'lib. "Rostini ayting-a, odamni chittit qilmay." "Bolam, rostini aytsam, sen bugun nihoyatda be'ab vaqtda kelding", dedi Asma momay Akbarning yanida o'ltirib. "Hozir hapsa qizning xeyni to'yi bo'layotdi." "Nima?" Akbar o'rnidan dirang'ida turib ketdi. "Hapsining to'yi bo'layotdi?"
Şundaq balam, xeyni toyu bolup atıdı, dedi Momay gepini davamlaştırıp. Anlasam, ata-anası onu yuqarı mahalledeki birsinin oğluğa bermekçi bolup etipdi. Sen ötkende ketkendin keyin hepse zadalı tala tüzge çıkmadı. Qo'shni qulumlarning aytishicha, dadisi uni biror ish yuz berib qolmasin deb uyga so'lab qo'yibdi. Qiz kasal bo'lib yetib ketibdi. Asima so'zdan to'xtab birdan shuk bo'ldi. Keyin qattiq bir xursinib qo'yib, mundaq dedi. Qizlarning qo'lidan nima keladi balam? Yig'laydi, qaqshaydi. Oxir berib, yana shu ota-onasining iziga dassaydi. Endi senmi ko'nglingni yerim qilma balam. Sanami Xudoning butkuni bordir. Bu dunyoda Allohning amrisiz qil tavirmaydi. Akbarning demi ichiga tushib ketdi. Ko'z qariqi vahimidan kengayib, odam hiqqidek surlik halqa kelib qoldi. Akbar Habsini haqiqatan yaxshi ko'ratdi. Onun nazarida Habsa go'yo xislatlik bir bog' edi. Shu bog'ni bir aylansam, shirin shakar mevalarini bir tetisam, muhabbatdan halsirab ketayotgan vujudimga jon kiratdi. Tenimda kuch-quvvat paydo bo'ladi deb o'ylaydi. Mana endi kutmagan yerdan bu xislatlik bog'ga judim tagdi. Mo'ldir yoqdi. Bu zada nima uchun? Qandaq bir rahimsiz kuch uni chaylayotdi. Bu Habsining vafosizligimi yoki vafosiz dunyoning qismatimi? Xudo, osmondagi quyosh, oy, yulduzlar bizning va'dimizga guvoh edi-ku. Endi ularmi o'z lafzidan yondimi? Mana bu yetkicha ochiq yutib, ichidan azoblanayotgan bir ruhning iloqqa qilayotgan nolasi edi. Kutilmagan bu judolik azobidan Akbarning butun vujudi muzlab va ayni o'likdek surlik holatga keldi. Chidog'isiz bir tuyg'u xuddi tuyuqsiz chaqqan chaqmoqdek uni qattiq urdi. Akbar xiyligicha Asmaning uyida halsiz o'tirib qoldi. Odam bu dunyoning turli mushkullariga, tabiatning kutilmagan shafqatsiz judun chopqinlari bilan jamiyatning zulm kulpatlariga bardoshlik berib, har amallar bilan o'z hayotini saqlab qola oladi. Lekin chin yuragidan so'ygan odamining tuyuqsiz g'oyib bo'lishiga, untinsiz tashlab ketishiga zadala bardoshlik berilmaydi. Akbar shu topda o'zini o'ltirib elishdanmi yanmaydigan savdoyi holatga kelib qolgan edi. Bu kutilmagan judolik uning pok qalbida ajoyib cho'nqur hasratlik bir g'ussa uyg'otgan edi. Akbar shu kuni qorong'i tushganda Asakir o'tingiga kelib tunidi. Atsi tong sahar bilan Makkaga qarab piyoda yurib ketdi. 4. Akbar 3 kun ig'ir yetib qoldi. Adxon ansirab tevib akeldi. Tevib ko'rib, balada kasal yo'q, o't so'q bor. Radnomi o'qitib, o't so'q tumari bitkizib esib qo'yinglar, deb ketib qoldi. Adxon un chiqmadi. Uni ichiga tushib ketdi. U o'g'lini azaldan bundoq tushkun, miskin holat ko'rmagan edi. Akbarning o'zi salpiyib, besh sangilab chiroyi qo'rqinchliq tatirib ketgan edi. Nuri qashqan ko'zlaridan miskinlik va umidsizlik alomatlari chiqib turardi. Akbar tunji qitim so'ygan muhabbatidan mahrum bo'ldi. Yigitlik g'ururi zaxmlanib, dili azor yedi. Uning qalbidagi shuncha illiq, shirin orzulari og'ir berib ochiq armonga aylanib qoldi. Habsa o'tliq muhabbatini uning qalbiga o'rnatib qo'yib, o'zi tuyuqsiz
g'oyib bo'ldi. Şoňa Ekber xuddi qaynamga düşüp pir aylanıp atgan yegani yapraqdek halsiz hem xamış edi. Atxan oğladan nima iş bolğanlygyny bir neçe qitim koçulap soradı. Ekber hepsinin gepini qılmaqçı boldy-yu, lekin bu gep nima üçündür boğuzyga kelgende keplişip çıkalmadı. Onun boğdayki xuddi bir narsa yutqandek g'irtdi qilib etmoqchi bo'lgan gapni ichiga yutib etdi. Lekin bu hal uzoqqa bormadi. Dadasining qisishi bilan Ekber oxiri rostini aytdi. Cho'nqur dil azarliq bilan aytilgan bu so'zlarda turmushning ochiq faryodi bilan oshiq ko'ngilning besilmas zari bor edi. Atxan dərhal oğlunu üylep qoyuş qararıga keldi. Ekber mundaq ketiverse, yaş yigitning nervileri kardan çıkıp, yumran yüreki iğri dərtki mubtila bolup qalatdi. Dadının nazarida bu halatni faqat koni dərtni yeni xoşallıq bilan besiş yolu arqılıqla özgertkili bolatdi. Ekber bir haftadan keyin asliga keldi. Ruhi haltımı normallaşıp qaldı. Onun hepsinden toluq ümidi üzülüp, burunqi qızğın istekler besiqqan bolsumu? Lekin mecnunluq qalbi bilan otluq hissiyatının davrişi texi bütünlay besiqmağan edi. Şoňa o yana bir nöbet çarbazarçılıq bilan yurt aylanish xiyaliga keldi. Bu qitim burunqi yerlerge emas, belki Arabistanның janubidagi Irak yerlerge berip turmuş halakçiligi bilan ko'ngil yarısını saqaytishni o'yladi. Bu xiyolini datsiga aytganda Atxan o'g'lining fikrini quvvatlab, rag'batlantirdi. Yaxshi o'ylabsan o'g'lim. Safarning foydasi ko'p, g'am va xopiliqdan yiroq bo'lasan. Tirikchilikning yo'lini o'rganasan, bilimlik bo'lib qolibsan. dedi o ve dua qilib oğlaq amanlıq tiledi. Ecir qil, daryoga sal, Xudodan tila degan gap bor. Barg'in balam, barg'in. Xudo seni shaytonning sharidan, zolimning zulmidan saqlasin. Raqiblaringning og'zini band, do'stlaringning og'zini kushoda qilsin. Shunda qilib Ekber ciddi tayyorlikqa kirishdi. Avaz ismlik bir to'gichini yolladi. Henry'den setib olgan mollarining hammasini oldi. Bununğa Yevropa tarafdan keladigan ko'na kiyim-kechaklarni qo'shib, bir juma kuni juma namozidan keyin yo'lga chiqib ketdi. Ekber shu ketgancha 4 oygacha nurg'un yerlarni aylandi. Arabistanning janub tarafidagi Abiha, Xamis Misht, Tahama, O'ymonliqi, Besha, Ranya, Taraba qatorliq joylargacha berib, dehqon chorvachilar bilan hamnafas bo'ldi. Turmushning ochiq-chuchugini yetkichi tetidi. Nurg'un savdo karvonlar bilan uchrashib, tijoratning ipini o'rgandi. Keyin hatta shimoldagi tamoshni joylashgan Ar degan shahargacha berib, u yerdimi 2 oygacha Italiya va Germaniyalardan kirgizilgan tallik savdosi bilan shug'ullandi. Bu oyoqlarni Iroqdan qo'g'in tavus akirgan savdogarlar to'pi bilan elib nurg'un foyda yetkazdi. Ish qilib qaqaslıqqa to'lgan bu otash zaminning egispas o'ng'ul-do'ng'ul so'qmoq yo'llari amdilikda Ekber uchun go'yo salqin, rohat baxsh dog'dam yo'l bo'lib qolgan edi. O çöl jazirini va çöl jaziridagi har bir so'qmoqlarni odam uchun xavfli va xavfsiz joylarni besh qo'ldak bilatdi. Ekber ussuzlikqa, ochliqqa va safar mushaqqatlarga chidashni, taqobil turishni o'rgandi. Vaqtning o'tishi bilan Ekberning ko'ngil yarısimi asta-asta saqayishga boshladi. Onun xiyol ekranida hamisha qiliqlanib turadigan hapsining go'zal siymasi bara-bara g'uvolishib, jonsiz bir soyaga aylanib qoldi.
Nemi degen bilen yigit vücudu ishq derdini yendi. Amma yurt derdi yürekte kaldı. Bu dert onun yürekini örteydi. Onu hemişe bundaq gayrib musafirlik turmuşdan qutuluşning yollarını izlashga mecbur qılatdı. Ekber şu paytdagi ahvalini Babur Şahның chat yurtlarda sarsam bulup yürgende yazgan, barmaqqa ne makan muyassar, turmaqqa ne dövlet muqarrar degan şiiri bilen ifadelaydi. Japa mushaqqat ichida o'tgan musafirlik hayot Ekber ko'rgan rangarang turmush kartinasi va inson hayotining ichinishliq taqdir qismatlari uni xeyli pishqan, nazar doirasi keng, bejirim odamga aylantirib qo'ygan edi. Ma'qul amsa bugun mushargich o'qib beray. Davomini kelar qitimliq anglashimizda davomlashtiramiz. Ma'qul amsa aman bo'ling. Xayr xo'sh.